Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hürmetli televizyon görüşler. Qalbdan qalbga namlıq programımızdan 29. saatini görüşünlerini qızğın qarşılamız. Ben Abdullah Yalğun. Qadrli görürmələrimiz, bu mübarək ayının harbi gündən başlap hər günü xilma-xil temalar bilan huzurlarda buluyatqan programımız davam qılıbatıdı. Ahirki günlərdə turubdu qadrli görürmələrimiz. Allah subhanahu wa ta'ala barlıq əməllərimizni qəbul qılıb, məğfirət qılınğan şu bəxtlik bəndələrinin qatarıdan qilishini tövəncik bilan so'raymiz Rabbimdan. Bugünkü aziz mehmonimiz Amallatun ushbu bo'lgan hurmatli ustoz Sharq Turkiston O'limalar birligi a'zosi shunday dunyo musulmon olimlar birligi a'zosi Abdurahmon Jamal Kashag'arni taklif qildik. Qimmatli vaqtini chiqarib qadam tashrif qilganligi uchun ko'p rahmat aytamiz. Rahmat. Qadrli ko'ruvchilarimiz, programmamiz YouTube va Facebook kanallarimiz orqali tarqatilyotdi. Ekran oldida chiqib turayotgan nomerimiz shundaqla ijtimoiy uchur vositalaridagi aloqa vositalarimiz orqali programmamizga aloqador har qanday fikr taklif bo'lsa berishinglarni, savollaringiz bo'lsa so'rashinglarni umid qilamiz. Shundaqla ko'plagan qarindoshlarimizning foydalanishi uchun ham baharlab qo'yishni ham unutmaysizlar. Bugungi temamiz albatta mencha har qanday xalqimizning ichida har qanday bir musulmon Uyg'ur albatta xalqimizning hammasi musulmon. Eng oddiy diniy savodi bor xalqimizning ichidagi eng oddiy diniy savodli kishimi biladigan so'ri bo'lsa kerak. O'zini haydi qisqa, ma'nisi dengizlarga sig'maydigan darajada kengri bo'lgan. Hattoki Alloh boshqa Qur'oni Karimda 30 barni tushirmay, faqat shu so'rini tushirgan bo'lsa-mu insoniyatga kifoya qilinadi deb bu so'ri haqida shunday so'zlarmi qilingan Asr so'risidagi tasavvur qilg'usiz ajoyib darslar har birimiz elishqi tegishlik. Ammo ko'pinchimiz og'zimizda tez suratda vang o'qiblam namozlarimizda eng ko'p o'qiydigan bo'lsak kerak balkim. Mushu bir so'ri haqida to'xtalaylik. Bu so'ri bizga nima deydi? Bu vaqtda vaqtimizdan yetgancha to'xtalish uchun o'tiribdik. Hurmatli ustoz, bevosita programmamizga kirib ketsak, deganimdek eng oldindan mushu so'rining mushuncha qisqa turib, nima uchun mushu insoniyatga kifoya qiladi deyilgan so'z bu so'ri haqida deyildi. Nima uchun deyildi shuni kirsak? Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Allah hamsana peygamberimizge dua salamlar olsun. Asr suresi 3 ayetlik bir sure. Her bir Müslüman bildiğin, yadı bildiğin namazlarda köp okuyduğun ama maksatlarına, mezmunlarına, nişanlarına dikkat kılmay ketip atkan surelerden birisi. Bu sure kısa sure olsun mu? Galbe kılıştan, dünyada ve ahirette galbe kılıştan, ya ki musibet, halaket, xapılıklardan saklanıp kalıştan ki en mühim 4 asasını bayan kıygan, şunun bilen birlikte faziletlik cemiyetinin ki, yani Müslümanlar özü ilgi olalaydıgan, özden müstakillikini, mevcutluğunu himaye kılalaydıgan bir cemiyetini kurup çıkıştan asasını köz tüpergen sure hesaplanır. Bu sure insanlara bu dünyada olsun, ya ki ahiret olup kalsın, g'alba qilishdan, yani futuq qazishdan fakat birlam yo'li var deganini eskartgan bir sure. Bu yo'ldan boshqa yo'llar insonni ziyonga, halokatga, xafalikqa boshlaydi degan bu nuqtani alohida ta'kidlagan. Hamda insonda dunyoda olsun, oxiratda olsun, futuqqa boshlaydigan, g'albaga boshlaydigan bir yo'l var. Bu yo'l qaysi yo'l? Bu yo'l Allohga samimiy iymon keltirish. Birincisi, bu yo'lning birinchi alameti, yani birinci asası Allah'a samimi iman keltirish. İkincisi imanning taqozosi bo'yicha harakatga faoliyat o'tib ish harakat qilish. Ish harakat qilgan vaqtida yaxshi ish harakatlarni qilish. Uchinchi birisi bu iymonni qo'g'dash, yaxshi ish harakatni qo'g'dash uchun o'zi yashayotgan jamiyatni, millatini, vatanini, davlatini qo'g'dash uchun haqiqatda mustahkam turish, haqiqatga chaqirish va bu haqiqatda boshqalarni mustahkam turishga tashabbus qilish. Dördüncü birisi imanni qo'g'dash, yaxshi harakatni davomlashtirish va haqiqat yo'lini uzluksiz davomlashtirish uchun bu yerda chidamli bo'lish, yoki bardoshlik berish yoki sabr qilishdan iborat bu 4 omil birlashgan vaqtida ondan g'albaning yo'liga erishgan bo'ldi deb cho'ng asoslarni qo'yib bergan bir sura. Shuningdek bu surani Allohga iymon etmaslik, yaxshi ish harakat qilmaslik, haqiqatda mustahkam turolmaslik yoki maydonsizlik, haqiqatga tashabbus qilmaslik va bu haqiqat yo'lda qiladigan xafalik, qiyinchiliklar,
yoki mol mulkini bano qilib, yoki urug' tuqqanni bano qilib, yoki ota-onasini bano qilib, yoki bishvidasini bano qilib, bundan bo'shanliq qilishdan keyin insonda cho'qon husronga, ziyonga, xafalikqa, oxirat bo'lgan bo'lsa Allohning jannatidan mahrum bo'lishga elib bordiganligini ko'rsatgan bir so'z. Bu sababdan büyük imamlardan birisi olan İmam Şafii Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Asr suresinden başka surlarni yak ayetlerni yak derlerini düşünmegen olsun Müslümanlara doğru yolda başka Müslümanlara yetet dedik. Müslümanlar en çok ölçemli prensiplerini göstergen bu sure Müslümanlara yol haritası buluşta küpayi kılat dedik. Bu sure bu kadar hikmet, bu kadar tecrübe, bu kadar ders, savak, ibretlerini üst çıkaran boğanlık için sahabeler bir yerde o'tlagan bo'lsa, dasturxon bo'lsin, so'rin bo'lsin, ilmiy so'rin va boshqa so'rin bo'lsin, bu yerda ko'pqa vaqt oxirida bu sura asrni o'qib, bu yerda qo'shilishadi. Ya'ni bu haqiqatni har birisi yana birisiga eslatadi. Xo'sh. Mana bundan boshqa so'z tushmagan bo'lsa-mu, asr so'zi kifoya qiladi degan. Bu hikmatni, ya'ni bu darsni tushuntirib bo'ldi. Xo'sh. Ko'p rahmat. Haqiqatan deganlaridek, ya'ni Alloh subhanahu taolo bu surning 5-dan zaman bilan qasam qilib bütün insan cinsini insanның hammasini ziyon ichida deb etib yuqorida bu ziyondan qutuladigan, shu ziyondan ichida bo'lmaydigan 4 turli sifatga ega kishininki so'zlab o'tganlaridek asosliq yo'l xaritasini sezib berishi haqiqatan ham Mishad ustozim shu Allah albatta bu surada zaman bilan qasam qilib boshildi. Qur'on Karimda nurg'un boshqa yerda har xil narsalar bilan qasam qildi Rabbimiz. Mushu surada zaman bilan asr deb va asr deb qasam qilib boshlashidagi hikmat sabab nima? Val asr. Har qanday zaman, har qanday davrda bo'lib qolsin, insonning ziyon tatqin. Mush 4 xil alayidlikni, 4 xil sifatni, 4 xil xarakterni o'zlashtirmagan shu asosda dunyo qarashchiklab ma'magan insonni ziyon tatib ketgan. Bu so'ra qarasak, dunyoda natija qozonish va oxirat g'alaba qilishning sifatlarini yuqori deganimizda qisqacha bayon qilib berdi. Alloh taolo bu surada shunday bir nuqtani eskartgan. Ey bandalarim, oxiratda natija qozonmoqchi bo'lsangiz, dastlab bu dunyoda natija qozoninglar deydi. Oxiratda natija qozonishning sharti bu dunyoda natija qozonishdir. Bu dunyoda men sizlarga bergan vaqtdan joyida foydalanishdir. Bu nuqtani istinglar tutinglar deb shu alayda vaqtni yoki zamonni tilg'alab bizga uning ahamiyatini izohlab bergan. Yoki bir dasmirimizdandir. Chunki zaman qarasak bu insonning hayotidir. İnsanning ömrü bu. İnsandaki en qimmatli narsa nima desa bu zaman. İnsandaki en o katta sermaye nima desa zaman. Yaxshi ish harakat qilib olay, fursat topib olay desa zaman. Yaxshilarda raqobatlashay desa zaman. Bu sababdan zaman oldiga ma'nodagi keyinga qaytmaydi. Hadis sharifda kelishicha zaman har kuni aytgan insonlar xitob qilib tong atgan vaqtida ey maxluq, ey inson yoki ey banda, men yangi yaratildim. Mendan foydalanib ol. Meni g'animat bil. İşlerini qilib ol. Men kessam qaytganman. Bugun o'tib ketgan bo'lsa qaytganman. Esingda bo'lsinki, men sening har vaqtda, har kuni qilgan ishlaringga shohidman. Demak, bundan nima tushunamiz bu hadisga asosan? İnsonningki eng muhim sarmoyasi bo'lgan va inson ish qilib olay desa, yaxshi harakat qilib olay desa, fursat yoritib beradigan bu vaqtni g'animat bilgan insonlar bu dunyoda natija qozona oladi, u dunyoda natija qozonadi. Endi vaqt sal qaragan, o'tkazib o'tgan, ahamiyatsiz ishlar bilan, pachamparat ishlar bilan mashg'ul bo'lgan insonlar bu dunyoda ziyon tortadi, u dunyoda ziyon tortadi. Yana bu yerda bu surning boshida qasamni tilg'anishdi, yana bir nuqta bor. Alloh taolo bu qasamni bayon qilish orqali muhim bir nuqtani sizlarga demoqchi edi menda. Ey bandalarim, men sizlarga eng nozik diqqat qilmasangiz bo'lmaydigan bir nuqtani demoqchi. Bütün diqqatinglarni menga beringlar. Men sizlarga 4 turli prinsipni o'tirib qo'yaman, natija qozonishning yo'li bu, g'alaba qilishning yo'li bu. Agar sizlar bu 4 turli ishni qilmasanglar, bu prinsipga amal qilmasanglar, 4 turli prinsipni bir-biridan ayirib o'tib, parchalab,
Saxtipazlik qilsanglar, samimiyatsizlik qilsangiz jon tatqadi. To'rt birinchisi bir-birisidan zanjirsimon sut bilan ayrilmaydi desinlar bo'lsin. Agar siz buni amal qilmay qolib qolsanglar, vaqtingizni ziyon tortgan bo'lasizlar, ya'ni hayotingizni ziyon tortgan bo'lasizlar, sarmoyangizni yo'qotgan bo'lasizlar, bu dunyodami, o dunyodami maqsadinglarga erisholmaysizlar. Qandaqdir bu yerda aql va har qanday bir musulmon Alloh taolaniki inson ziyon tortgan degan. Bu kitobni anglagan aman yoki buni his qilgan aman o'zining hushini yo'qotganligi. Xo'sh. Bearam bo'lganligi. Uxlayolmaydiganligi. Qanday qilsam bu ziyondan qutulaman deb kecha kunduz buningki chorasini izlaydiganligi tabiiy bir ish. Tabiiy bu aql va odamlar nisbati. Aqlni yo'qotgan, g'aflat bosgan, uyqusini ocholmagan odamni bo'lib qolsa, bugun o'tib kelsa yana ertasi keladi-ku, 5 yil o'tib kelsa yana 5 yil keladi-ku deb g'aflat bilan yashaydi. Xo'sh. Demak, inson dunyoda bo'lsin, oxiratda bo'lsin, natija qozonmoqchi bo'lib qolsa, bu 4 turli shartni ado qilsa. Birinchisi iymon. Samimiy iymon. Ikkinchisi insonning mushu iymon aytgandan tortib hayotning qaysi bir sohasi bo'lib qolsin, hamma soni o'sishgan yaxshi harakatlar bilan shug'ullanish. Faqatla maskil xas emas. Yani maktab va, universitet va, davlat va, jamiyat va, idora va, tashviqot va, istixborot va, harbiylik va, soqchi va, dehqonchilik va, navochilik va buning hammasi halollan bo'lgan bu amal solih yaxshidan qator buni shug'ullanish. Uchinchi birisi bu yerda tavasul kollektiv kelgan bir nuqta. Oyatning 5i Amanu ve amil salat. Ayetning 5i iymon va yaxshi harakat. Yaxshi harakat iymondan ayrilish qimmatini yo'qotadi dedi. Iymon bilan yaxshi harakat ayrilmaydi dedi. Og'zimiz deb qo'yganimiz bilan yuragimiz yodlab qo'yganimiz amal bo'lmay qolib qolsa, bu so'yuq, uxlab qolgan iymon asqatmaydi. Yana buning keyingi ular va tavasul bilan. Bu iymonni qo'g'dash, yaxshi harakatni mudofaa qilish uchun haqiqatni ching turish tegishli. Bu yerda haq bilan botil orasida bir kurash bor. Adolatlar zulm orasida bir kurash bor. Haqiqatning dushmanlari bor. Davomli bu to'sqinlik qildi, dushmanlik qildi. Insonning kimi nafsida shaytonning turli usullari bor. Shu bu yer o'zaro kollektiv holatda, hamkorlik holatda, birlik holatda bir-birisiga ega bo'lish lozim. Hem mush yo'lda keladigan xafaliklar bo'lsin, qiyinchiliklar bo'lsin, musibatlar bo'lib qolsa, buningga bir-birisiga sabr qil qarindishim, chida qarindishim, bardoshlik va buning natijasi cho'qon, yaxshi yo'lda bir-biriga topalaydigan, bir-biriga ega chiqadigan, bir-biriga tasalli qiladigan kollektiv bunda on shakllangan vaqtida endi g'alaba. Chunki oyat 5dan tortib oxirigacha yakka insonlar xitob qilmadi, kollektiv xitob qildi. Demak, bu yerda kollektiv holatda jamiyat xarakterlik, millat xarakterlik 4 narsaga tanqadan basmay qolib qolsa, iymon etdik, alhamdulillah, yaxshi qildik, zakatni verdik, ro'za tutdik yoki bir ish qildik, bular tugmaydi. Bu ko'pincha insonlar shaxsiy qilayotgan faoliyat bo'lgan bo'lsa, keyingi ishqisi jamiyatga munosabatlik, millatga munosabatlik, davlatga munosabatlik. Buni qilsan. Haqiqatda o'zing ching turasan, boshqalarni chaqirsan, ham uningga tasalli bersan, tashabbus qilsan, qiziqtirsan. Bu yo'lda kelgan qiyinchiliklarga qarindoshlik ruhi bilan, iymon ruhi bilan ega chiqsan. Qandaqdir bir yer bir adam men iymon etdim, 5 namoz oldim, azroq pul topamiz, 4 tangisini berdim deb 5-ni ishga tiqib olsa, u vaqtida bu shartni u inson ado qilmagan bo'ldi. Bu sura asrning taqozzosini tushunmagan bo'ldi, g'alaba qilishdanki qatoriga kirmagan bo'ldi. Xo'sh. Alloh saqlasin. Haqiqatan deb o'tganlardek ustadimishim. Rabbimiz inson turining hammasini ziyon ichida deb bo'lib, xuddi tasavvur qilsak azroq arabcha bildiganlar ifodami la fi xusrin albatta ziyon ichida deb devetib, uning kendidan xuddi dengizga sho'ng'ib ketayotgan, patqoqib ketib ketayotgan bir insonni qutqizib olgandek Alloh illallazina amanu. Yuqurdimi dilamdi, iymon. Bulardan mustasno bo'lganlarning davatidan surning keyinida. Endi mushu qutqizib oldigan, ya'ni bizni shu ziyonkorlikdan shaksiz ziyon tortadigan, shularning ichidan qutqizib oldigan iymon, qanday iymon? Buni biroz ochgan bo'lsak ham. İnsanni halokatdan ziyondan qutqizib oladigan birinchi shart yoki birinchi asos iymon. Bu iymon hayotlikning asosi. İnson hayoti iymondan ayrilmaydi. İnsonning xarakter bir narsa cho'qinish, bir narsa talpinish, bir narsaga
bağlanış, bir narsa tutib qilishi insonning xarakteri. Gerçi bir qism şaz insonlar bu 21-asrda paydo bo'lgan bo'lsin. Bu iymon insonni harakatlantiradigan bir haqiqat. Asli ochqoch, asli asos. Ham yaxshi ish bo'lgan bo'lsa, yaxshi ish harakat, yaxshi faoliyat bo'lgan bo'lsa jamiyatda, insonlarning hayotida bu iymonning imkosi, iymonning sadosi, iymonning mevasi, iymonning taqozosi. İman bilish, tushunish va qanoatlanish asosida insonning qalbida yerlashgan vaqtida bilish, tushunish va qanoatlanish sharti bilan insonning qalbida yerlashgan vaqtida bu iymon o'zini yaxshi ish harakat surtida namoyon qildi. Yaxshi harakat bilan o'zini ko'rsatdi. Yaxshi harakat bilan o'zini o'ttirg'a chiqdi. Namoyon qildi. Demak, bu yerda bir adam şahadet kelimesini aytgan bo'lsa, uning hayotida, tasavvurda, ideyasida, fikrda, harakatida yaxshi chiqmagan bo'lsa, bu iymon harakatlanmagan bir iymon. Fuqlayotgan bir iymon. G'aflatga cho'kib ketgan bir iymon. Ojizlikqa patgan bir iymon. Nima uchun? Chunki iymonning haqiqati yoki iymonning qimmati nima desa, harakatlanishdi. Harakatlantirishdi, ko'rin. Yaxshi ish qilish namoyon bo'l. Qalbni poklay oladigan kuch ato qilishi bo'l. Nafsini poklay oladigan go'zal axloq shakllantira oladigan ruhida bo'l. Shuning bilan birlikda madaniyat yaratadigan kuchida va Allohga yuzlangan avlodlarni yetishtirishda namoyon bo'l. Bu iymonning qimmati buningda ko'rinadi. Xo'sh. İmanның ruhi, imanның ta'siri bu yerda namoyon bo'ldi. Shunga yaxshi qilishga harakatlandira olmaydigan, Alloh bilan bo'lgan munosabatni jonlantira olmaydigan, qalbda illat kirib ketgan bo'lsa, uni tozalashga ta'sir ko'rsatmaydigan, axloqi nachar, passiv, abgar, ya saxtipaz, kazzab bo'lgan bu axloqni yug'ishtira olmaydigan, o'zidagi musulmonlik majburiyatini shaxsiy qarta, oilasi qarta, jamiyati qarta, millete qarta, devlete qarta, insoniyat qarta o'zining majburiyatini his qildirmaydigan bu iymon eng pasif iymon, eng o'lak iymon, eng jonsiz iymon hisoblanadi. Xo'sh. Demak, iymon deganimiz bu insonning qalbida yerlashgan. Tili orqali ifodalangan amaliy ish-harakat fakti orqali namoyon bo'lgani bu iymon. Shu narsa birlikda. Qalbda yerlashgan, tili bilan iqror qilgan, yani izzet şaraf bilen özünün musulmonligini faxrlanib musulmon deyadigan va o'zining musulmon bo'lganligini ya iymonning borligini pokit bilan ko'rsatadi. Pokit bu yerda nimadan iborat esa? Güzel ameller, yaxshi ameller. Yaxshi amellardan iborat. Ham iymonning asoslari hammayla bu. Iymonning asosi oltadi. Allohga iymon keltirish, payg'ambarlarga iymon keltirish, farishtalarga, kitoblarga, taqdirga va qiyomat kuni. Iymon keltirish, tushunish, bilish, mush asosda dunyo ko'z qarashimizni tiklash va amal qilish xulosalanadi. Faqatlam bilib qo'yishamiz. Harakat qilish. Dunyo ko'z qarashimizda aqida asosida shakllantirish. Bu iymonninki haqiqati yoki iymonninki asoslari. Ham dinning asosini bilsak, birinchisi Allohni tonish boshlaydi. Allohni tonish bilan birlikda inson o'zini bir tonish lozim. Nereden geldi? Nima uchun keldi bu dunyoga? Bu dunyodan ketganligi nima ish bo'ladi? Buni bilish lozim iymonninki asos. Ham bu dunyoda bir yaratqush Alloh bor deb e'tirof qilgan bo'lsa, tonigan bo'lsa, bu zotni nima xursand qiladi dema, ochchig'ini keltirib, buni bilib harakat qilishi bu husrondan, ziyondan saqlab qola oladigan iymonninki taqozosi. Ya haqiqiy. Allah razı olsun. Hem de şu iman ettik, imanımız sağlam oldu. Teşiğe nurgun onun meyvesini gösterdi bir insanın ki yaxşı ameller. Hem cemiyette her insan bir işini kıvatkan vaxtıda onu Allah yolda kıvattım, doğru iş kıvattım ben deyip durup veya ki şunda oylap durup kıldı köpeğincisi. Riyakarlardan başkası hem de. O zaten riya kılgan bolsa Allah'ın dergahı kabul olmaydıgan iş kılgan de. İnsan mı şu hem de biz kılıvatkan şu amellerinin Allah razı bulduğun amel salih buluş için o amelin qanday şartları var? Dastlab yaxshini bilish lazım. Yaxshining turlarini bilish lazım. Yaxshi demadi.
dinimiz buyurgan işlerin hemmisi yaxshi ish. İnsanların menfaat üçün kelgandi. İslam insanların menfaat üçün kelgandi. İnsanlarni xatardan, ofatdan, halokatdan qutqizish uchun kelgan bir din. Xo'sh. Bu yaxshi sharkat deganimiz xulosalgan vaqtimizda mayli Allohning huquq munosabatlik bo'lsin, mayli insonlarning huquq munosabatlik bo'lib qolsin, oshkor bo'lsin, yushirin bo'lsin, yaxshi sharkatning hammasini o'z ichiga oladi. Boshqa ish borligan vaqtimizda bu yaxshi sharkat faqat yetimning bashini silab qo'yish bilan tugamaydi. Yoki bir namoz bilan tugamaydi. Yoki azroq bir zakot bilan yoki haj umri qilganlik bilan tugamaydi. Bu ibodat va yaxshining qatorida go'zal axloqlar va ilim ma'rifatlar bilan shug'ullanish va ma'rif yuksaltish, millatning engini achish, millatning ideyasini tuzaltish, taraqqiy qildirish, bu dunyoni gullantirish, bu musulmonning majburiyati. Madaniyat yaratish musulmonning xarakteri. Undan bu ilim ma'rifatlar shug'ullanish, buni to'g'ri yo'lga selish, bu iymon tavhid asosida joriy qildirib, taraqqiy qildirish, boshqa insonlarga foydali narsalarni ijod qilish, bu albatta foydali yaxshi amallarning qatori. Hem bir yerde halal iktisat var. Xo'sh. To'g'ri savdo satiqlar var. Enin kendi to'g'ri bo'lgan mayli siyosiy va ijtimoiy faoliyatlar, ko'zqarashlar, tasavvurlar var. Buning hammasi yaxshi. Shundan bilan birlikda vatan millat muhtoj bo'layotgan bugungi bizga o'xshash. Muhtoj bo'layotgan, ya'ni vatan millatni xo'rlikdan qutqizish muhtoj bo'layotgan ishlarmi bo'lma? Amali solihning qatoridir. Yaxshilarning qatori. Unda bo'lgancha biz bu yer yaxshini faqatlam kichikkan tor doiraga cheklab qo'ysak, bu suraga xato ko'z qarashda bo'lgan bo'lamiz, uning mohiyatini tushunmagan bo'lamiz, yaxshiga biz zulm qilgan bo'lamiz. Ya'ni o'zimizni mas'uliyatdan qochirgan bo'lamiz. Bugun kunlikda ko'plagan qarindoshlar, Xudo shukr, halimiz qarshi yaxshi turibdiman, bir namozdan quruq qolmabdiman, pul topsa bir umr haj qilibdiman, mening ahvolim yaxshi. Ammo bu jamiyat kelgan vaqtida, bu davlat kelgan vaqtida vatan millat kelgan vaqtida musulmon qarindoshlar kelgan vaqtda beshini tiqib oldigan xuddi musulmonning vazifasi emasdi. Xuddi bu boshqa qit'adan, boshqa osmonlik birar planetdan kelgan musulmonning majburiyati, musulmonning majburiyati emasdi. Bu xil pasiflar, bu xil abgalik ijtimoiy hayotimizda mavjudmas, mavjud. Ammo bu yerga kelgan vaqtda har bir inson fattaqulloh mastata'tum degan oyat bo'yicha bu yaxshi ishni har bir odam o'zidan sahas qilish lozim. Alim bo'lgan odam o'zining ilm ma'rifati bilan, millatning ilmini etish bilan, millatni o'g'itish bilan, to'g'ri yo'lga yuzlantirish bilan u o'zidan xizmat qilish lozim. Siyosiy sohalik odamlar siyosiy mujodala bilan, siyosiy kurash bilan bu millatni mahkumlikdan, qulluqdan qutilish uchun u kurash qilish lozim. Iqtisodiy va odamlar bu kurashni haqiqat bilan botil orasida bu kurashni uning dastlabki 3-o'rinda xizmat qilish lozim. Baylar. Biz buna ilgari to'xtaldik. Ammo afsuski bugun kunlikda baylar jamiyatni cho'g'itib qalaymiqan qilib turibdi. Bir bo'lik olimlarni kayn cho'g'itib shart qo'yadi. Anda qilsam menda qilaman. Siyosatchilarning kaynisi. Xato bu. Ilgarim dedim xato. Olimlar jamiyatni yetaklaydigan aql egallar shu. Jamiyatni, davlatni, millatni o'zining kimligini sog'lom tushungan bo'ladi. Xo'sh, to'g'ri. Yana bu yerda so'z setiqning gapini qildik, siyosiy ishlarni dedik. Shunga o'xshash nurg'un doiralar bu yaxshi amallarning qatori. Demak, bu yerda shariatga zid kelmasa, shariatning maqsadlariga dalillar zid kelmasa, islom muhtoj bo'layotgan, musulmonlar muhtoj bo'layotgan ish harakatlarning hammasi xo'sh. Nima hisoblandi? Yaxshi ish harakatining qatori hisoblandi. Buni qilgan odam qaysi kasbda bo'lsin, qaysi sohada bo'lsin, qaysi maqomda bo'lib qolsa, uningga ajr berildi. Endi bu yaxshilar sharti nimasi? Riyadan, shirkdan xoli bo'lish birinchi shart. Ikkinchi sharti ixlos bo'lish. Ya'ni Allohning roziligi uchun qilish. Pul aralashmaslik, mansab aralashmaslik, menmanchilik yoki o'ch-bo'ch degan o'sha illat aralashmaslik, ixlos, samimiylik. Uchinchi sharti qilgan sharkat shariatningki ko'rsatmasiga uyg'un bo'lish. Mana bu vaqtida bu yaxshi sharkat yaxshi ishlab atildi. Bu haqda keyin tafsil to'xtalib cho'ng bir doira. Evet, Allah razı olsun. Hamda allazina amanu va amilus solihatni deb bo'lgan bo'ldik. Va tavasav bil haqq deb davom qildimiz so'ramda. Bir-biriga o'zaro haqni tavsiya qilishgan deb. Ham bu normalda anglashqa shunday turgan bilan aslida olimlar bir jamiyatni yetaklaydigan, haqni tavsiya qiladigan
Şu işning ahli qilish kerak emasmi yoki har bir musulmon hammasi o'zi bilgan sohada yoki qudrati yetgancha qilish kerakmi deganda mushuni biroz ochgan bo'lsak. Bu haqiqat tavsiya qilish demak. Hatto g'albining sharti deb bu yerga. Deyilishi bu. G'albining sharti. Haqiqat tavsiya qilish bu iymonning asoslarini, shariatning prinsiplarini ve barliq yaxshilarni qo'g'dash, mudofaa qilish, uning chaqirish demek. Xo'sh. Haqiqatga tavsiya qilish demek, dastlabki o'zidan boshlash, haqiqatni oilasiga, balchaqillarga singdirish, do'stlarga, qarindoshlarga, qo'shnilarga go'zal uslubda, chiroyli uslubda, qanoatli uslubda buni tashabbus qilish yoki da'vat qilish, chaqirish demek. Albatta bu haqiqatni cho'ngtirish yoki haqiqatni qanot yaytirish ve hakikat çın tutmaş bu asan emas. Evet. Çünkü bunun nurgun tosalg'ulları var. Mesela insandan nefsi xahişi var. Bazı mansab mayli olab qaldı, bazı puldu yağı mayli olab qaldı, bazı şöhretga, bazı yüz obro'yga, bazı o'zini bozor solishtirgan o'sha insonning nefsi xahişi en ig'ir kasallardir. Xo'sh. Yana bir yerda menmanchilik bo'lishi mumkin. Bu haqiqatni yetkizish to'sag'ulayotgan. Mening qo'lim bilan bo'z qo'llayman, Ahmadning qo'li bilan bo'z qo'llamayman degan. Bu an meydonga chiqqan bo'lsa, buni haqiqatni qo'lla deydigan odamlar. Bu haqiqat kimning qo'li bilan bo'lib qolsin, hammaning ustida turgan narsa. Ahmadning, Samadning qo'lidan chiqsin, haqiqat shaxslarning ustida turish lazım. Chunki bu prinsipal masala bu yer. Men qilmoqchi bo'lgan ishni yana birisi qilgan bo'lsa, Xudoga shukr, mening shukam yangilanadi deb ularga duo qilgan, madad bergan, yordam bergan yer. Ammo afsuski bu yerda menmanchilik illatiga yo'liqqan vaqtimizda, yoki yo'liqqan vaqtida ba'zi shaxslar nima ish bo'lsa, men bo'lsam qo'llayman, men oldiga chiqsam qilaman, bo'lmasa qilmayman deydi. Bu haqiqat tutganlik emas. Haqiqatni qo'g'diganlik emas, haqiqatni tashabbus qilganlik, tarqatganlik emas. Yani bunun qatori bazı shaxsiy manfaatlar to'salg'ulgan, zolimlarning, dushmanlarning to'salg'ulari. Demak, bu haqiqatning to'salg'uli ko'p bo'lganligi uchun haqiqatni ching turish, umrning oxirigacha bu yo'lda mustahkam turish, ya'ni iymonning asoslarida, shariatning prinsiplarida va yaxshilarda mustahkam turish bu oson emas. Endi bu haqiqatlarni qanday qilgancha ching tug'ri oldi deyish mumkin ba'zi. Bu haqiqat ching turish uchun dastlabki mustahkam iymon bo'lish lazım. Jonliq iymon bo'lish lazım. Tirik iman bo'lish lazım. Qalb pok bo'lish lazım. Axloq güzel bo'lish lazım. Do'st, dushman tushansa kallasida bilan aniq bo'lish lazım. Muhabbat, nafrat tuqumi yerga to'xtaldi. Ening kanidan bir ishqa, bir shaxsiga va'da bergan bo'lsa, buni vafo qilish lazım. Bir shaxsiga yoki bir ishga imzo qo'ygan bo'lsa, buni amal qilish lazım. Haqiqat ching turish uchun. Şunlardan bu şəxs mənsəbdarlarının və puldarlarının ki qiziqtirishigə yoki besimə uçurmagan bo'lish lazım. Masübətlik adamlar olub qalsa, haqda ching tura oladi, tashabbus qiladi, har qanday jur'atli o'tirib qo'yadi. Agar iymon o'lak bo'lib qalsa buni qila olmaydi. Qalbi pok bo'lmay qolib qalsa buni qila olmaydi. Axloq buzuq, passiv, nachar abga bo'lgan bo'lsa buni qila olmaydi. Bir yo'lda bilan satilib ketadi. Do'st dushman tushunsa, aniq bo'lmay qolib qalsa, dostun düşman dost görüp alırdı. Meydanı aniq olmay qolib qalsa, jumlaq tavuzda cho'klab yurdi. Va'daga vafo qilmaydigan bo'lib qalsa, shaxsiy manfaatni, kollektiv manfaatni ustiga qo'yib oladigan, bir yerga imzo qo'ygan bo'lsa, imzosini unutib qoladigan vafosizlik ahvoli yuz berdi. Yoki puldorlarga ta'sir kuchgan bo'lsa, bugun duch kelayotgan bir krizis ko'p to'xtaldim, ya'ni davomliq deyman. Yoki mansabdorlarga qiziq turishiga besim uchiqqan bo'lib qalsa, u yerda bu haqiqatda bu odam mustahkam turolmaydi. Demek bu haqiqatga va tavasav bil haq, haqiqat tavsiya qilish degan bu tashabbus qilish. Xo'sh. Qiziqtirish, nishonga yetishdan yaqinlashayotganligini his qildirish, ya'ni umidvorlik ruhini berish, mas'uliyat va omonat meselesida qarindoshlik ruhini bildirish, hamkorlash. Ya u qilib bo'lmaydi bu ishni, men qilishim kerakdi. Onun aldığı çıkıp kalsa olmaydı, men aldığı çıktım deb qalsa, bu haqiqat tavsiya qilganlikni qatorimiz. Xo'sh. Haq kimning qo'li bilan maydonga chiqqan bo'lsa, uning xursand bo'lganini ifodalash iymonning ifodasi bu. Chunki bu haqiqat tavsiya qilish bu yolg'iz kishi bilan vujud chiqmaydi. Bir ishga siyosiy bilan, bir ishga ahli ilm, olim bilan, bir ishga yana boy bilan, yana bir shaxslar bilan vujud chiqmaydi. Buning kollektiv anglazım.
Bunaqa jamoatlashish eng lozim. Bunaqa tashkillik harakat qilish eng lozim bunaqa. Manmanchiliklar mavjud chiqmaydi. Xo'sh. Demak, bu yerda bu haqiqatni tavsiya qilish, haqiqatni tushuntirish, haqiqatni qanot yog'dirishgan bu shart uchun birlik lozim. Hamkorlik lozim, tashkillik harakat qilish lozim, kollektiv ong lozim. Qandaydir buni parcha-parcha ishlar bilan tarmoq masalalar Şuna o'zaro deb ifodaldi shunga. Ha, shunga va tavoz o'zaro. O'zaro bir-biringlarga deb ifodalandi. Hali ma'lum bir shaxs jamoat insonlarga emas, o'zaro hammanglar deb. Ammo afsuski bugun kunlikda ba'zi da'vatchilar shaxsiy xarakterdagi yoki tar doiradagi bir masala bo'lib qolsa buni haq deb o'tirib qo'ymoqda. Ammo davlatga munosabatlik, vatanga munosabatlik, millatning mavjudligiga munosabatlik, kimligiga munosabatlik bu cho'ng haqoiqli ko'proq bor. Dinning haqiqatlari va siyosiy haqiqatlar. Musulmonlar majbur. Bu yerga kelgan chog'da og'zini yumib bor. Bu qanday haqiqat chiqdiganlik qoldi bu yerda. Bu haqiqat degandan keyin cho'ngi va kichigi bor. Ba'zidan tikini va ba'zidan tikini yo'q. Tikini yo'qqa amrat, tikini va kelgan vaqtida uni digini olmaydigan, og'zini yumib oldigan bir xil holat shakllanib qoladi. Ammo bu yerda haqiqatni tavsiya qilish, albatta bu yaxshi ishlarni tashabbus qilish, yaxshi ishlarni chaqirish va yomon ishlardan qo'l yig'ishni o'ziga. Haqiqatni tashabbus qildim deganim cho'qim yaxshi ishlarga jamiyatni isloh qilish uchun dastlab o'zini isloh qilganda jamiyatni isloh qilish qoplanishi, yomon ishlarni o'zi chiqqandan keyin boshqalar yomon ish bo'lmas, uni oldini uchun harakat qilish lozim. Chunki g'alaba qilaman, xusrondan, halokatdan, ziyondan saqlanaman deydi ekan, buningki bu haqiqat tavsiya qilishi shart. Haqiqat tavsiya qilishning qatorida yaxshi bilan yaxshi buyurish, yomon ishni to'sashdan iborat bu buyuk farzni, bu buyuk prinsipni amal qilish uning shart. Uning ustiga bu yaxshilarni chaqirib, yomon ishlardan to'sish bu iymonning sog'lom ekanligining ifodasi. To'g'ri. Qaysi bir odam iymon etibdi, Xudoga shukr, musulmon. Ibodat qildi. Lekin yaxshi qilib yurib, yomon ishni kelgancha, yo'q, meni o ishim yo'q, beshini ichib tiqib olgan bo'lsa, uning iymonida masala bor degan. Balki ba'zilar bu yerda ochiq kelishib, nereden topding bu gapni? Qur'on Karimda bayon va dalil bor. Lu'inallazina kafaru min bani Isroil degan oyatdan boshlab oxirida oyat kanu la yatanahawna an munkarin fa'al. Bular nachar ish qilgan bo'lsa, xato ish qilgan bo'lsa, uningdan bir-birini to'sashmaydi dedi. Nima qarim qilsang, sen qilding bu yomonlikni deb qarab o'tir dedi. Bir-biri bilan kari yo'q dedi. Mas'uliyatsizlik. Bu eng og'ir xatolik, shuning uchun Allohning rahmatining qo'llandi, mahkum bo'ldi, o'zining vatanidan surgan qilindi. Demak, iymonning sog'lom bo'lmaganligining ifodasi bu. Bunaqa asosan musulmon degan o'zinglarni bo'lib, men yaxshi bo'lsam bo'ldi, jamiyat bilan kari bo'lmasa, jamiyatni isloh qilish qatlanmasa, bu yerda mas'ul unutib qolib qolsa, u vaqtida 3-shart va tavasov bil haqq degan bu shartni u ado qilmoqda. Shunga bu yerda oxirida xulosat beramizki, askarlarimiz qarindoshlarga namoz bilan haqiqatni tavsiya qilishdan jumlasidan bo'lgan yaxshi ishlar buyurish va yomon ishlarni to'sashdan iborat. Bu nuqta yoki bu prinsip namoz bilan oyilmaydi. Namozga qanday ahamiyat bergan bo'lsa, yaxshi ishlarga yetaklash, kichikdan tortib cho'ng doiragacha. Yomon ishlardan to'sash, tamakidan to'sgan bo'lsak, siyosiy jinoyatdan, siyosiy mustamlikaga to'sash qadar bu ish bir-biridan oyilmaydi. Buning dalili Qur'on Karimda aqimus salat va'mur bil urf va nahy anil munkar. Namoz o'qi, yaxshi qilib yur, yomon ishni to's. 3 ish tangman. Demak, bu yerda men namoz o'qigan ekan deb tasbihni seyrib qashqisha, uzun chapanni kelib sallanib kelib millatni oldiga olmaydi. Islohotga otilishing kerak, yaxshilar yetaklashing kerak, yomon ish yo'qmas to'xta deyishing kerak. Bu sening majburiyating deydi oyat. Buni va tavasav bil haqq deymiz. Xo'sh. Yani haqiqatni o'zaro tavsiya qilishgan degan oyat. Alloh razı olsun, Alloh razı olsun. Shu haqiqatan insonlar bir misol bor bo'lib, biz haqni tavsiya qilish masalasida. İnsanlarning hammasi bir kemidagi yo'lovchilar o'xshaydi. Ustidagilar mening nima chatigan bor desa, ostidagi kemini bilsa, bo'l qo'ldan teshiman deb bilan qiladigan bo'lsa, bizga suv kelmagandan keyin biz ustida desa, oqibatda hammasi g'arq bo'lgandek nihoyat güzel bir keltirilgan misol ekan. Haqiqatan bir-birimizga haqni tavsiya qilishning qanchalik muhim ekanligi. Hamda oxirida
ve tevasav bis sabr deb ahirlashdi bu sura. Belki ben o'ylayman, xalqimizning nimasidanda eng xato tushunilayotgan oyatning bir so'z kerak deb o'ylayman. Beşimiz kelayotgan shuncha vala dard alam, zulm, hamma nima bu Allohning taqdiri, sabr qilish kerak deb balki uning bilan kurash qilishga undayotgan bir oyat bizda xato tushunib, ama shuning rozi bo'lishing kerak, o'zgartishga harakat qil degan gap asli bu ma'nosida. Mushunda tushunilayotgan, mushni biroz oshgan bo'lsa ham, nima uchun mushu o'zaro bu yerda o'xshash bir-biriga o'zaro chidamchan bo'lish, mustahkam bo'lish va u yo'lda kelgan har qanday badalga chidash, sabr qilish deb ifodalangan narsa bizda nima uchun asrlar bo'yi bunday uzun yillardan buyon xato tushunildi. Bizlar bu sabr qilishning ma'nosi qarash lazım. Sabr qilish demak bardoshlik berish, chidamli bo'lish, mazmut turish, mustahkam turish, qiyinchilikni olib bel qo'yib o'tmaslik degan gap. Bu haqiqat. Masalan bu sabrning qatorida bir qancha turga bo'lindi. Alloh taolo buyurgan ishlarni ado qilishda chidamli bo'lish. Masalan, namoz misol qilaylik. Bu namoz bir oy o'qib o'tib armalay degan olmaydi shunda. Masalan, Ramazon kelgancha bir oy tutib 11 oy armalaysa, uni qiyg'in bo'ladi. Ammo namoz balog'atga yetgandan tortib, balki uningda ilgari boshlangan bo'lsa, ta bu dunyodan ketguncha, aql sog'lom bo'lib qolsa, kunligi qish bo'lsin, yoz bo'lib qolsin, boshdan. Biz uyqudan voz kechmagan ayında bir sharoitlar vaqt qisqa vaqtdan keladi. Demak, bu farzand ado qilsa, inson bardoshlik berolmasa, chidamchan bo'lolmasa, u sabr qilgan bo'lmaydi. Yana bir yer bir nuqta borki, eslatib qo'yilgan bu tema kelishga ilgili. Sabaru va amilus salat degan bir oyat bor. Sharkat qilishga ilgari sabrni tavsiya qilgan. Ya'ni bu yerda sharkat qilish uchun, yaxshi sharkat qilish uchun dastlab bu odamga sabr lozim. Ya'ni bu odamda bardoshlik berish, chidash, qaysar bo'lish, jonliq turish, mazmut turish ro'y bo'lmasa, yaxshi ish vujud chiqmaydi dedi oyatda qazasi. Demak, bu yer sabrning birinchisi Allohning ko'rsatmalarini ado qilishda uning chidamliq bo'lish. İkinci birisi insanın nefsi iştahından hata işler var, günah işler var dediğimiz çekleyen. Bu işlerden nefsini yığıştan, nefsini kontrol kılışta uyar, çidamlık buluş lazım. Mesela bazıları nispeten harakım değil. Özünü kontrol kılışın, ters yığıştırış mı? Bazıları nispeten bizden paylaşım değil. İnsanın nefsi yamanlık, buyurganlık için. Bu çok küçük. Mesela tepkilik illetlerimiz. Harak bir kısım insanlar tepkilse, ben zina köplügen, meyil er olsun, ayılı olup kalsın, köpeğiniz tepkilik. Yani kendini cazarın, üstüm değil. Ve şuna o'xshash. Shariat harom qilgan, ammo insonning nafsi oson bo'ldi, erishsam bo'ldi deb turgan. Buningdan o'zi juganlash, bu yerda chidamli qilish, bardosh qilish lozim. Ya'ni haqiqat bilan botil orasida bu kurash yoki haq bilan xato orasida bu kurashda mustahkam turganlik bu sabr hisoblanadi. Ya'ni birisi Allohning taqdiriga sabr qilish. Masalan, Allohning taqdiri degani bir tijoratda bir xizoratdan ziyon chiqadi. Buni sabr qilish. Birisidanki urug' tuqqandan birisi o'lib ketdi, buni sabr qilish. Birisiga o'ylamagan yerdan bir falokat keldi, buni sabr qilish. Birisidanki beg'i bu yil miyubamidi degan o'xshash. Bu ishlarda Allohning taqdiri mushu ekan deb, bunga chidamchanlik bo'lish, qaysar bo'lish, ham bel qo'yib o'tmaslik, bu sabrdan iborat. Xo'sh. Endi bu sabr u qadar muhimki, ya'ni chidamchanlik bo'lish, bardosh bo'lish emasda, iymonda chin turish uchunmi sabr lozim, chidamchan bo'lish lozim. Yaxshi ish qilish uchunmi nima qilish lozim? Chidamchan bo'lish lozim. Haqiqatni qo'g'daymiz, adolatni qo'g'daymiz, insoniy huquqni qo'g'daymiz deyotganmiz, buningdimi? Chidamchan bo'lish lozim, sabr lozim. Ilm ma'rifat o'qiydigan o'quvchilar va bu soat shug'ullangan bo'lib qolsa, bunga ham sabr lozim. Bu yerda o'ttasi 8 soat, 6 soat o'tirolmaydigan odam bo'lib qolsa, bu natija qozonolmaydi. Ya shunga o'xshash dushmanga qarshi turish, jangga, jihadga kurashga atlangan odamlardan buningga sabri qilish, ya'ni chidamchan bo'lish, mazmut turish, o'zini kontrol qilish, o'ziga ilgi chiqishdan iborat. Bu ruhga ega bo'lish lozim. Sabrning ma'nosi. Shundan bu yerda nafsiningki illatlari. Buna qarshi jihad qilishda sabrchan bo'lish lozim. Masalan, bir misol olsak, yo o'zimiz misol olsak, hasadxo'rlik bor. Buni yug'ishtirish uchun bir zamon keladi. Yoki manmanchilik illati bor, buni yug'ishtirish uchun bir zamon keladi. Yoki riyoxo'rlik illati bor, yoki ko'z qilish illati bor. Buni yug'ishtirish uchun buni
cihat bilan yug'ishtirish uchun bir mezgil. Bunga nima ish qilish lozim? Sabr qilish lozim. Ya'ni bardoshlik qilish, chidamchan bo'lish lozim. Dushman bilan jang, kurash, cihat bo'lgan bo'lsa, bu yerda ham sabr qilish lozim. Ya'ni bu yerda chidamchan bo'lish, bu yo'lda kelgan jafo mushaqqatlarga bardoshlik qilish lozim. Endi haqiqat yo'liga qarasak, to'salg'ichiq. Chunki Alloh taolo bu dunyoni haq bilan batil orasida bir kurash qonuniyati bo'yicha yaratgan. Haq tarafni qo'llaydiganlar va nohaq tarafni batilni qo'llaydiganlar va bu kurash qiyomat bo'lgan qadar davomlashadi. Allah tarafdagilar bilan shayton tarafini tanlagan ikki tarafning orasida davomlashadi. To'salg'i bek ko'p bu yerda. Xo'sh. Insoniy tarafdan qilgan to'salg'i, shaytoniy tarafdan qilgan to'salg'i va boshqa to'salg'i. Mana bunga bardosh qilish lozim. Endi bu yo'l uzun. Haqiqatning yo'li uzun. Haqiqatning yo'li uzun. Ba'zan deyish mumkin, masalan, millatdan mahkumlikdan qutulishdi. Bo'lsa atilam mahkumlikdan qutulib, erkin nafas ola oladigan, erkin ibodat qila oladigan, o'zining insoniy qimmatini namoyon qila oladigan holat shakllangan bo'lsa, hammamiz xursand bo'lamiz. Ammo 100 yilning mobaynida bu kurash yo'li davomlashib kelyapti. Haq bilan batil orasidagi zulm bilan adolat orasida bu kurash davomlashib. Demak, bu yerda Allohningki ko'rsatmasi bo'yicha haq yo'lda menish bunda qisqa yo'l emas. Bu bir oyda, 2 oyda yoki 2 yil tugaydigan emas. Ömrning oxirigacha bu haq yo'lda bir bosqichdan bir bosqich qatlanma-qatlam boradigan yo'l. Ammo biz sababini qilish buyurildi. Natijasini Alloh bilir. Ammo sababini to'g'ri qilish, zamonga, makonga, sharoitga uyg'un ish qilish buyurildi. Natijada Alloh bildirgan deb qalaymi-qan desa, hissiyotga berilib, ishdan oldi kaynini obdan ta'minlamay, planni obdan tuzmay, strategiyasi yo'q qilib qolsa, u yerda to'g'ri sabab qilgan bo'lmaydi. Demak, bu shunga o'xshash, bu haqiqat yo'lda mangan vaqtda nurg'un bardoshlik qilishga, bunaqa chidamchan bo'lishga to'g'ri keldi. Chunki bu dunyo sinoq bir dunyosi. Alloh insonni yaxshilik bilan sinaydi, yomonlik bilan. Yaxshilikdan maqsad, masalan, birisiga ko'p farzand ato qildi. Farzandning o'zi yaxshilik. Xo'sh. Lekin bularning ba'zisi nachar chiqib qoldi. Dadasining yuzini to'kadigan, dadasining orzu-armonlarini ishga oshirmaydigan, o'zining aqidasiga, kimligiga xiyonat qildigan, millatiga sotqinlik qildigan farzandlarni chiqib qoldi. Mavjud nurg'un Uyg'urlarning sotqinlar va xoinlar va islom dushmanlik qildigan noahlilar va o'zining kimligiga tuzkorlik qildiganlar va yana ba'zilar va mol dunyosini, harom mol dunyoga oldinib qolganlar va bu bir sinoqdan qatorida. Ya'ni ba'zi yomonlik bilan ba'sini, bu bendam chidamamdi deb, masalan, tijorat qilgan bo'lsa, ziyon tatqizdigan deganga o'xshash, yoki ba'zi yerda bir xafalık uchraydi deganga o'xshash, yoki bir qatnash voqeasi, yoki suv voqeasi deganga o'xshash ba'zi bir bunday sinoqlar bilan sinaydi. Ham haq bilan batil orasidagi bir kurash dunyosi. Shunga bu kurashda g'alaba qilmoqchi, bu sinoqdan natijalik holatda otlab o'tmoqchi bo'lgan odamlar bu yo'ldagi qiyinchiliklarga o'zaro bir-birisiga ilk chiqish lozim. Sabr qilinglar, natija qozonamiz. Bardoshlik qilinglar, bu xafalikdanmi, bu qiyinchilikdanmi otlab o'tib ketamiz, bir-birisiga ilk chiqish lozim. Bu yakki shaklda bo'lmaydi. Bu dunyoning yukini yakki shaklda ko'tarilmaydi. Dunyo tutib tursin, biz o'zimizdan doirasini, o'zimizdan vatanini, o'zimizningki millatini, o'zimizning qarindoshlar qarta bu mas'uliyatni yakki shaklda hech kim ko'tarolmaydi. Xo'sh. Buni kollektiv holatga ko'tarish lozim. Bu yo'l nurg'un mushaqqat va nurg'un jafo va har birisi bir-birisiga chidamliq bo'lish, qaysar bo'lish bilan tasalli berish, yordam berish, qarindoshlik mehrni singdirish bilan, amaliy ko'zish bilan bu ishni vujudga chiqqan bo'ldi. Demak, bu yerda g'alaba qilaman deydiganmiz, bu haq bilan batil orasida kurashda sabr qilish, ya'ni chidamchan bo'lish, bardoshlik bu shart. Xo'sh. To'sh shart bir-birisi bilan zanjirsimon bo'ldi. Haqiqat yo'ldagi aziyatlarga qarshi turaman deydiganmiz. Bugun kelayotgan bu xafaliklar taqobil turadiganmiz, yana bunaqa chidamchan bo'lish, qaysar bo'lish bu shart. Xo'sh. Albatta bu yerda sabr qilish lozim degan vaqt yuqorida muqaddimada deyilgandek, hargizmi xafalik kasimi beshini tiqib olishni, xo'rlik kasimi, azob uqubat kasimi, ham Allohning taqdiri ekan deb qo'l qo'shtirib turishni,
mahkumlik tushib qolib Allohning taqdiri bu shu ekan, Alloh xohlamagan bo'lsa biz Xitoylarning quli bo'lib qolmaydik. Endi unda yashaverlar, apoq-chapoq bo'lib bo'lalar, birlik sabni shakllantirib yashaverlar deydigan. Bu hukm sabrning hukmi emas. Sabrga tamoman zid hukm. Xo'sh. Bu sabrning ma'nosi haqiqatda mustahkam turish, iymonning prinsiplarida mustahkam turish, yaxshi ishlarni qilish yo'lida mustahkam turish, zulmga, adolatsizlikka, tajovuzchilikka taqobil turishda yo'lda kelayotgan iqtisodiy qiyinchilik, siyosiy qiyinchilik, diplomat qiyinchiligi, tashviqot qiyinchiligi, istixborot qiyinchiligi va boshqa qiyinchiliklarga kuchining yetishicha urinish va to'salg'ularga sabr qilish. Ya'ni imkoniyatni sharkat qilish, ammo bel qo'yib o'tmaslik degan bu. Bu sabrninki haqiqati taqozosi bor. Agar buni bu shaklda to'g'ri tushunmagan vaqtida bu inson bu 4 shartninki 4-inchisi bo'lgan sabr degan hukmni tamoman xato tushungan bo'lib, natijada xusronning qatorida ziyon tortganlarniki qatorida bo'lib ketadi. Ko'pdan ko'p rahmat. Nihoyat go'zal aytib bana Alloh razı olsun. Rahmatli mushakka etganimizda. Qadrli ko'rmalarimiz, shuna qilib bugungi 29-sonimizmi mushada oxirlashtiraylik deb o'tganimdek shunchalik qisqa necha sekund bilan o'qib bo'lgan bir suraninki albatta buni da hatto har bir harflari so'zlari to'xtalgan bo'lsa nurg'un olimlar faqat shu sura asri haqida tomlab kitob yozgan, tafsirlagan o'limalarimiz var. So'zlab tugatolmaydigan darajada hikmatlar albatta so'zlandi. Lekin bu shuncha qisqa vaqtning ichida nihoyat yetarli, tushunishli mevzu chiqarib berildi deb qarayman. Rabbim inshaalloh mushuning taqozosi bo'yicha amal qilish, o'qigan vaqtlarimizda bu surani ko'p namozda o'qiymiz qo'ydi. Shu ma'nolarni asligan, buni hayotimda ro'yobga chiqarishim kerak degan, menga xitob qilyapti Rabbim degan tuyg'uda qilishga Rabbim hammalarni nasib qilsin. Allah ömür verse ayeti başka bir temada görüşükçe aman boğayslar. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Teala ve Berekatuhu. Ya nural hilal akbil ta'al fashshawqu tal wal qalbu sama nahwa as-sama